Salom aziz do'stlar, ismim Asfanjar Ibragimov va siz ushbu video orqali broker tarafidan taqdim etiladigan kredit yelkasi bilan tanishasiz. U sizga savdo hisobingizdagi mablag'ga nisbatan bir necha barobar ko'proq ko'lamdagi mablag' bilan savdo qilish imkonini beradi. Bu qanday ishlaydi? Siz yirik bitim ochmoqchi bo'lsangiz, sizning brokeringiz sizga kredit ajratadi va siz ushbu kreditdan foydalanib, o'z mablag'ingizga nisbatan bir necha barobar ko'proq valyuta olib sotishingiz mumkin bo'ladi. Narxning har bir punkt yurganida trader ma'lum miqdorda mablag' daromad ko'rishi yoki zararga kirishi mumkin. Misol uchun, standart lot bilan ishlanganda asosiy valyuta juftliklarining bir punktining qiymati 10 AQSh dollariga teng bo'ladi. Gap shundaki, bir standart lot 100 ming birlik valyutaga teng va yevro USD valyuta juftligida bir lot ko'lamida sotib olish operatsiyasini amalga oshirsangiz, siz 100 ming yevro sotib olgan hisoblanasiz. Bu holatda narxning 1 punktga, ya'ni narx 10 mingdan biriga o'zgarishi 10 dollarga teng. Har bir punktning qiymatini hisoblash uchun shunchaki 10 mingdan birini 100 mingga ko'paytiring. Natijada 1 punktning qiymati kelib chiqadi. Ko'pchilik treyderlarda, ayniqsa endigina boshlayotgan treyderlarda bir standart lot sotib olish uchun 100 ming AQSh dollari yo'q. Shuning uchun treyder broker taqdim etayotgan kredit yelkasidan foydalanishi mumkin. 1 ga 100 nisbatidagi kredit yelkasi bilan savdo qilib, treyder hisobida atiga 1000 AQSh dollarga ega bo'la turib, 100 ming AQSh dollariga teng operatsiyani amalga oshirishi mumkin. Bu holatda broker yetmayotgan 99 ming AQSh dollarini qarzga berib turadi va ushbu bitimda har bir punktning qiymati 10 dollarga teng bo'ladi. Bitim yopilgandan so'ng daromad yoki zarar hisob raqamiga qo'shiladi yoki ayriladi va brokerdan olingan qarz qaytariladi. Demak, siz 1 ga 100 nisbatiga teng kredit yelkasi bilan savdo qilsangiz, hisobingizda atiga 1000 dollarga ega bo'la turib, 100 ming dollarlik bitimlarni amalga oshirishingiz va buning natijasida ko'proq daromadga ega bo'lishingiz mumkin. Ammo kredit yelkasidan foydalanish nafaqat daromadni, balki zararga kirishni ham teng ravishda oshiradi. Shuning uchun kredit yelkasidan foydalanayotgan treyder uchun eng katta xavf bu risk management qoidalarini rad etishdir. Mablag'ni boshqarish qoidalariga rioya qilmagan treyder o'zining boshlang'ich kapitalini to'liq yo'qotishi mumkin. Hozirgi kunda brokerlar o'z mijozlariga 1 ga 1 dan 1 ga 1000 gacha bo'lgan kreditlar taqdim etishmoqda. Lekin ularning ichida eng optimal variant bu 1 ga 10 kredit yelkasidir. Kredit yelkasini faqatgina risk management qoidalari bilan uyg'unlikda ishlatsangizgina siz o'z kapitalingizni yirik yo'qotishlardan saqlab qolishingiz mumkin. Shuning uchun kredit yelkasi bilan ishlayotganingizda uni suiiste'mol qilmang va doim risk management qoidalariga amal qiling. Keling, kredit yelkasining boshqa afzalliklari bilan ham tanishib chiqamiz. Kredit yelkasidan foydalanib, siz nafaqat yirikroq ko'lamdagi bitimlar olishingiz, balki o'zingizda yo'q valyutani ham kreditga olib, valyutaning narxi tushishida ham daromad qilishingiz mumkin. Birja laqchasida bunday pozitsiya short pozitsiya deb nomlanadi. Misol uchun, siz yevro-dollar valyuta juftligida yevroning narxi 1.1285 dan 1.1120 gacha tushib ketishini taxmin qilyapsiz va bunda daromad qilib olmoqchisiz. Shunda siz brokerga 0.50 lot, ya'ni yarim lot ko'lamida yevro sotishga buyurtma berasiz. Sizning buyurtmangizni broker darhol amalga oshiradi. Ya'ni 50 ming yevroni hozirgi narx bo'yicha, ya'ni 1.1285 dan darhol sotadi. 50 ming yevro uchun sizga 56.425 dollar to'lashadi. Bu holatda narx haqiqatdan ham siz taxmin qilganingizdek 1.1120 ga tushdi va siz bitimni yopish uchun brokerga 50 ming yevroni qaytarib berishingiz kerak. Qaytarish uchun esa siz 50 ming yevroni sotib olasiz. Lekin bu safar siz yevroni yangi narx bo'yicha, ya'ni 1.1120 bo'yicha sotib olasiz. Shunda siz 50 ming yevro uchun 55.600 dollar to'laysiz va brokerdan olgan qarzingizni uzasiz. Ortib qolgan 825 dollar sizning daromadingiz hisoblanadi. Mana shunday qilib, o'zingizda yo'q narsani sotib ham daromad olishingiz mumkin. Hozircha xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.